Abdulazizjon jonli ijrolardan kuzatuvchilarimiz barchalari bahramand bo'ldi. Iloyim sizni qo'lingizda sayrab turgan bulbuldek sozingiz hech qachon tushmasin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. O'zbekiston xalqini o'g'il qizlarini to'ylarda, katta sahnalarda konsert berib yurishingizni yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat. Mana ijtimoiy tarmoq orqali hozir jonli efirda ham sizni kuzatib turibdilar. Ashulalar zakaz qilishdi, ularni aytib berdingiz. Yana bir savol hozir qiziqtiryapti. Oxirgi telefon raqamimizdan kelgan Samiyaxondan kelibdi, adashmasam. Shu kishi juda ham qiziqarli savol beribdilar-da. Abdulazizjon akamizni qaysi qo'shiqlari elimizga, xalqimizga manzur bo'lib kelyapti va o'zlarini yuraklari qaysi qo'shiqlarni sezib turibdi. Xalqimni yaxshi kunlarda ko'p ijro qilib, qalbidan, yuragidan joy olganman degan umid bormi? Shuni so'rab bering deyishdilar. Siz qanaqa qilib javob qaytarasiz? Biz Zangora ekranlari orqali kuzatuvchilarimiz bilan birgalikda tinglaymiz deb bizga ma'lumot kelgan. Sanjar aka, endi rahmat savol uchun javob berishga harakat qilamiz. Endi bir 2 yil 3 yillik ichida klassik mumtoz ashulalardan Azimjon Otoyevning qalamlariga mansub G'arib nochor bo'lganing yaxshi degan, Azimjon boshni eggandan yomonni yaxshi degandan, dasmol tutib boy bo'lgandan salar qurib yaxshi degan shu ashulamiz sal hid darajasiga ko'tarildi. Elimizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Ko'p talab tushadi, to'yga borsak ham yo biron bir tadbirga borsak ham shu ashulamizni ko'proq talab qilib so'rashadilar. Juda ham ajoyib ma'qul savolga javob bo'ldi. Yashang, yana ijoddan, izlanishdan to'xtamang. Cho'kib davron surgandan g'arib nochor bo'lgan yaxshi. Tobi bo'lib gün ko'rgandan och qolib mard o'lgan yaxshi. Azimjon boshni eggandan yomon insonni yaxshi degandan, dasmol tutib boy bo'lgandan sal keyinroq yurgan yaxshi.